Lekşimizin devamını başlaymayız hürmetlik vatandaş bugün sizlere. 2022 yıl 7. ayının 12. günü endeki haberimde. Deyimizde vatandaş. Tayvan'ın muavin prezidenti Yaponiyaga berip, Yaponiyanın sabık veziri Shinzo Abe'ga ta'ziye bildirdi. Beijing bu doğru ciddi söz kıldı. Mavzulu haber 7. ayının 12. günü Germaniya ovazı ve Venvetor beti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Tayvan Merkezi Agentliği haber kıldı. Tayvan'ın muavin prezidenti Lai Ching-de 7. ayının 11. günü suikastga uçrab vafot bolgan, ya 8. günü vafot boldu, endi bu kishi 11. günü keldi. Suikastga uçrab vafot bolgan sobiq vazir Shinzo Abe'ning vafotiga ve onu uzatuş murosimida ta'ziya bildirish uchun Yaponiyaga yetib keldi. Xabarda Tayvanda hokimiyat başidagi partiya Demokratlar Partiyasining qonun chiqarish komitetining bir nafar a'zosining so'zlaridan naql edilib, mundaq ko'rsatildi. Muavin prezident Lai Ching-de Tokyoda merhum Shinzo Abe'ga ta'ziya bildirish faoliyatlariga qatnashdi. Shundaqla haftaning 2. günü o'tkaziladigan dafn murosimiga qatnashdi. Tayvanda prezident Tsai Ing-wen ve Tayvan yuqori qatlam siyosiy rahbarlari Yaponiyaning Tayvanda turishliq vakolatxonasiga berib ta'ziya bildirdi. Jungo'ning bayonotchisi Wang Wenbin 7. ayının 12. günü, yani haftaning 2. günü muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Tayvan Jungo'ning bir qismi. Nereden kelgan? Muavin prezident ekan o. Yana bir xabar vatandaş. Jungo dal hozir Yaponiyaga ciddi söz yetkazdi. Yaponiyada ikinci ciddi xabar o'ttirg'i chiqdi. Mavzulu xabar 7. ayının 12. günü Venvetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Yaponiyanın sobiq vaziri Shinzo Abe 7. ayının 8. günü suikast bilan vafot bo'ldi. Tayvanning Yaponiyada turishliq vakili She Changting bugun, yani 12. günü kashda Facebook'ta mundaq oshkorildi. Yaponiya parlamentining 7 nafar a'zosi mushu ayning 7. ayının, yani mushu ayning 7. ayının oxiri Tayvanni ziyorat qildi. Endi bu nima chaqmoqdek bir xabar deymi vatandaş? Amerika Davlat Majlisining a'zolari hatto harbiy aeroplan bilan Tayvanga tushdi. Mana shu Jungo yana qandaqdir bir taraflardan Amerikaga yo'l qo'yish pozitsiyasida bo'layotdi, bu masalada cho'ng ish yo'q deb shunday o'ylamdini bilmaymiz. Ya'ni ki Amerikaning Tayvanga tushmasligi masalasi. Jungo shunday o'ylandi, lekin Yaponiya masalasiga kelganda Jungo hargiz buning taqat qilib tura olmaydi. Endi hozir bu masala o'ttirib chiqdi vatandosh. 13 günlük kashda Facebook'ta mundaq oshkorildi. Yaponiya parlamentining 7 nafar a'zosi mushu ay, yani 7. ayning oxiri Tayvanni ziyorat qildi. Xabarda Yaponiya parlamentining Tayvanni qo'llaydiganligi ta'kidlandi. Bu to'g'rida Tayvan Tashqi ishlar ministrligi javob qaytarib bundaq ko'rsatdi. Tayvan Yaponiya har soha arboblarining Tayvanni ziyorat qilib, ikki tarafning har soha bo'yicha do'stlik munosabatini chuqurlashtirishga qarshi oladi. Bunaqa munosabatli qoldi bugun Jungo'ning Tashqi ishlar ministri Wang Yi nerede? Beijing'da mı, yani şu Bali'da? Indoneziyaning Bali oralida hozir aynak televiziyasining xabarini ko'rdim 2 soat burun. Ichini ochib baqsam shundaq dedi. Buning ekrandagi suhbati mundaq deydi. Jungo'ning Tashqi ishlar ministri Wang Yi bor kuchini ishga soldi.
Kimga ko'rsatmoqchi bu kuchni? Vay bir jungu siyosati ig'vogarchilik qilish, bo'ron chopqin elib keladi dedi. 2 soat ilgari. Aynak televiziyasi 12. kuni YouTube.